Assalomu alaykum hammaga. Ohayo gozaimasu. Mana bizda уже soat 7:58 bo'ldi. Va universitetimdagi, hayotimdagi bir kunimga xush kelibsiz. Albatta video yoqadigan bo'lsa like, komment va obuna bo'ling. Va shu video bo'ylab bir universitetimdagi bir kunim bilan siz bilan bo'lishaman. Hozir mana birinchi o'rinda nonushta qilib universitetga boramiz. Bugun как раз 2 para darsim bor. 2 para darsdan keyin uyga qaytamiz. Uyga ro'zg'or qilamiz. Keyin kechqurun bir xudo xolisi bitta birodar bilan kechqurun aylangani chiqamiz. Va shu ortiqcha so'zlarsiz boshlaymiz. Xo'p, o'zi nonushtaga har kuni har xil narsa, albatta bitta narsa yeb bo'lmaydi, o'zingizlar bilasizlar. Bugun aynan biz xlopya bilan qornimizni to'yg'izamiz. Mana bunaqa xlopyalar. Xo'sh, hammaga yoqimli ishtaha. Alhamdulillah. Mana nonushta ham qilib bo'ldik. Ana endi kiyinib buyuk ishlar bizani kutmoqda. Do'stlarjonlar, qadrdonlar, mana biz уже kiyim bo'ldik. Naushni esimizdan chiqarmaymiz. Xo'p, bo'ldi, mana уже bo'ldi, kiyim bo'ldik. Soat 8:24 bo'ldi. Keyin popkachalarni olib, hamma narsani olib ketaveramiz. Hop, mana endi uydan chiqdik. Hozir endi o'qishga qarab ketamiz. O'tgan blokda uji ketayotgan paytimda xuddi shunaqa tushayotgandim. Qana hayot go'zal. Birinchi o'rinda hozir o'zimni Alfonsim oldiga boraman. Mana ko'rib turganingizdek, o'zimni zo'r jongina Alfonsim. Qani mana jonim. Mana. Mana shu izverda ketamiz hozir. Hop, mana do'stlar, univerimga kelib bo'ldik. Faqat birinchi o'rinda univerga emas, birinchi o'rinda Alfonso qo'yish kerak, parkovka qilib qo'yish kerak. Shuning uchun universitetda maxsus shu velosipedlarga bo'lgan parkovkasiga boramiz. Mana bunaqa ko'rinishda. Bu hali ertalab bo'lganligi uchun shunaqa bo'sh. Obedda keling. Bemalol olma tushadigan joyni topolmaysiz. Mana Alfonsimizni ham parkovka qilib oldik. Ana endi bemalol universitet o'ziga ham ketaveramiz. Mana universitetim. Hop, o'zi bugun qanaqa ikki para bo'ladi? Birinchi para bu sotsiologiya bo'yicha, keyin sotsiologiyadan keyin academic writing degan paramiz bor. Va sotsiologiya bo'yicha aynan hozir qatga keldik. Shu oilalar haqida, oilalar degan mavzuda keldik. Shu yaponlarning holatini ko'ramiz, analiz qilamiz. Mana bugun o'shani davom ettiramiz. Biz esa u paytgacha mana kampusga keldik. Odam yo'q. Chunki juda vohli. Juda yangi, juda katta. Hamanga esa mana shu binoga borishim kerak. Xo'p do'stlar, nima olamiz, nima ichamiz? Qani ketdi. Mayli, men bilamanki, sizlar mana menga olgansizlar. Shuning uchun sizlarni buyruqinglar bilan
Bo'ldi, shu ham bo'ldik, ana bemalol chiqaramiz. Birds will control you, and most will let you down. But the one to love Ohayo. is the one that doesn't Ohayo. fly away. Love the one that stays. Some birds are loud and friendly. Some birds are small and loud. So this guy right here is one of my classmates. He wants to say hi to my vlog. Hi vlogs. Tell about yourself. My name is Josh. I live in Itami. Maybe you don't know where it is. They definitely know. They know. Talk about anything. My father is Australian. And He doesn't look like Japanese. yeah, at all. But my mother is Japanese, so I'm a part of Asian. But the one to love is the one that doesn't fly away. Thank you very much. Bizdan zoologiya bo'yicha dars tugadi. Endi keyingisiga ketamiz. Shota, would you like to say something? How was the class? How did you like? Did you like it? Keyingi darsimizga ketamiz. Keyingi darsimiz shu aytib o'tganimdek academic writing. Mana imina mana shu binoda bo'lib o'tadi. Mana shu katta binoda bo'ladi. Lekin u yoq binoga borish uchun ozgincha ko'proq vaqt talab qiladi. Some will hear you out. Few birds are even able to know what they want right now. But the one to love is the one that doesn't fly away. Love the one that stays. Good morning, LT. It means lieutenant. Lieutenant. Xo'p, mana endi darsimiz ham tugadi. See you. Thank you very much, Mr. Glenn. Take a good care, LT. Shanga shunaqa gaplar. Darslar уже tugadi. Endi bemalol uyga ketaveramiz, lekin sразу uyga ketmayman. Birinchi etajda o'tiradigan joy bor. Ayni obed bo'lgan paytda hamma yig'iladi, o'ziga nima lunch oladi, ya'ni obed oladi, o'tiradi, gaplashadi, hangir-hungir qilishadi. Xullas hamma narsa bor. O'shaning uchun o'sha yerga boramiz, endi ko'ramiz kim bo'lsa shu o'tirib bir ozgincha suhbatlashamiz, keyin sekin ketaveramiz. Mana shunaqa joyga kelishadi, o'tirishadi hamma. O'tirishadi, uyga vazifasini qilishadi, gaplashadi, ovqatlanishadi, hamma narsa qilishadi. Mana bu yerda sal o'tadigan bo'lsangiz, mana o'sha joyga o'tayotganim. Mana shu bu joy. Mana shu joy. What's up? O'zimdan o'qishga olib qaraganda Yaponda o'qish yaxshi. Baribir shu birinchi yiliga ko'proq pul kerak bo'lib qoladi. Chunki Yaponiyada universitetlar unchalik ko'p scholarship berishmaydi. Fulbrightlarni berish ehtimoli juda kam. Shuning uchun Yaponiyada sal shu harakat qilishingiz kerak bo'ladi moliyaviy tarafda. Hamda ko'p bu yoqda dokumentlar qilish kerak bo'ladi. Masalan, men shu paytgacha rosa ko'p dokumentlar qildim. Ya'ni bank shot qilish kerak. Endi bank shot emas, shunaqa yucho degan narsa bor. O'sha yuchoni qildirish kerak, shu bank shotni qildirish kerak. Hali yashayotgan joyingizda propiskalarni qilish kerak. O'shandan keyin yana o'sha страховой kompaniyalarga borib yana alohida narsa qildirishingiz kerak. Xullas ko'p dokumentlar haqiqatan Yaponiyada. Agar yapon tilini bilmasangiz, katta muammoga tushib qolasiz. Shuning uchun shu narsani aytaman, gapiraman va gapirishga charchamayman. Yapon tilini o'rganib kelinglar. Menga o'xshab unaqa qiynalmanglar. While I try and they don't listen. So out of nowhere, one of my friends just wants to say hi to my vlog. Hello. Talk about yourself a little. Myself, yeah. So my name is Naohiro Kodaka. I am the same grade with the Jason. Okay, thank you very much. Wait, salam. And this is another boy. Hi. Uzbekistan from Japan, but I'm Canadian. Hop, shunaqa qilib o'qishimdan chiqqanman. Shu aytib o'tganimdek, atigi 2 para bo'lgan. Dars paytida feedbacklar berishdi. O'qigan kitobimizni ozgincha discuss qildik. Ikkinchi parada shu academic writingda o'sha hamma
kim qanaqa topikda yozmoqchi bo'lsa o'shani ham discuss qildik. O'sha professor ham o'zi uchun bilib oldi. И просто o'sha academic writingda nima qilish kerak, o'sha research qildik ozgincha. Yaxshi. Qoni qotdi hammasi. Ana endi shunaqa manzarada, shunaqa qoq peshinda uyga ketamiz. Hozir o'sha boy ertalabga qo'ygan joyimizdan Alfonsimizni olamiz. Mana aytdimmi mana? Mana shuncha veli. Odamlar mana bunaqa tiqilib bo'lsa ham anaqa velilarni qo'yib ketishadi. Lekin nimagadir mana Alfonsim oldida joy bo'm-bo'sh. Prям VIP joy qilib qo'yishdi. Xo'p, do'stlarjonlar, mana Alfonsimizni ham qo'yib oldik parkovkaga. Ana endi uyga qaytdik. Shunaqa gaplar. Xudoga shukr o'qishlar ham tugab bo'ldi. Ana endi borib magazindan uyga ro'zg'or qilamiz. Uyga keldik, popkani qo'yib sekin ro'zg'orga o'tib ketiramiz. Do'stlarjonlar, qadrdonlar, hozir bizda ozgincha planlar o'zgarib qoldi, chunki uyga kelib popkani qo'yib, sekin kiyimimni almashtirsam, qarasam, uyda ozgincha qiladigan ishlar bor ekan, o'shaning uchun o'sha ishlarni qilib, xohlasa hozir sizlar bilan birga shu ro'zg'or qilgani boramiz. Qanaqa ish deydigan bo'lsangiz, shunchaki qarasam, guruchim qolmadi, guruch qaynatib qo'yishim kerak, plysos qilib qo'yishim kerak ekan, chunki qarasam sal qolam yig'layapti. O'shanga birinchi o'rinda guruch qaynatish, keyin plysos qilish. Se vuoi andare vai, ma fallo dolcemente, non accendere la luce e non mi dire niente. Un momento capriccioso, una figura tramontana che prima ci avvicina e dopo ci allontana. Se vuoi andare vai, ma esci piano piano, lascia una carezza lieve con la mano, magari per un po', che poi non si sa mai. Yaponiyaga ko'chib keladigan bo'lsangiz, yana sizga bitta maslahat. Har doim magazinga chiqasizlarmi, oddiy bir nimadir bo'lsa, nimadir olmoqchisizlar, har doim o'zingizlar bilan bunaqa bo'lgan paketlarni olib olinglar. Endi paket emas, ko'proq bu bag hisoblanadi. Shu bag o'zingizlar bilan olib olinglar, chunki o'zimizning korzinkalarimizga o'xshab, makrolarimizga o'xshab alohida paket berishmaydi sizga. Terrò da parte le tue poesie, le nostre vecchie fotografie, in caso il vento balordo ti spinga da me. Se vuoi andare vai, ma fallo dolcemente, non accendere la luce. Xo'p, do'stlarjonlar, mana magazinga keldik. Frisco degan magazin. Xo'p, o'zi oladigan narsalarimiz nima? Kartoshka, piyoz, yana nima? Shu ozgincha qo'l mevalar. Bitta ozgincha baliq olamiz yeyish uchun. Shu. Boshladik. Tak. Сразу bitta pomidor ko'rdim. Pomidor olamiz. Tamomda. Oy, слишком kichkinayu. Tamomda bolgarskiy olamiz. Ha, tarvuz ham olamiz. Mana kesilgan. Mana qilib qo'ygan bananlar. Kartoshka olamiz. Mana ikkita olaylik. O'shaniki menga yetadi, inshaalloh. Обязательно болдырing. Обязательно болдырing. Qo'ziqor. Почему бы и нет? Qo'ziqor. Mana buni qaranglar. Mana buni qaranglar. Shuncha xilop borligini. Hozir qaysi birini olishni bilmayman o'zi.
mana shundan uramiz. Bunaqasidan uramiz. Bir oshqozonga yangilik bo'lsa, uyda lavon qiladigan bo'lsa, xamirchoq bo'lsa yaxshi. Bunaqa xamir. 200 gramcha, 200 gramcha sal ko'payib ketsa kerak deb o'ylayman. Mayli, 200 gram olamiz, bitta 180 olamiz, mana holatga qarab. Tab. Tuxum. Молочный produktlardan nima olamiz? Молочный produktlardan так, обязательно sariyog'. Bunaqa sariyog'. Endi sok. Sok обязательно. Sливka. Kichkina o'ramiz. Aha, buni. O, aytgan sut olish kerak edi. Sut olmadim. Yo'q, to'xta, stop. Do'stlarjonlar, nimaga yiqilasizlar? Ehtiyot bo'lmaysizlarmi, do'stlar? Qilmanglar, do'stlar, unaqa yiqilib tushmanglar, voy. Sog'-salomat bo'lib turinglar. Mana. Mana bunda sut olamiz. Baliq, svejiy baliqlar mana kesilib turadi. Mana bunda svejiy baliqlar tayyor. Mana shu svejiy baliqlardan bemalol olib yeversa bo'ladi. Hamma nimagadir akula baliqqa o'xshayapti. Tak. Nima? Akula balig'i emasdir, no? Mayli. Xullas, do'stlarjonlar, hamma kerakli bo'lgan narsalarni olganimdan keyin, to'liq qilib bo'lganimdan keyin sizlarning oldingizga qaytaman. Arigato gozaimasu. Hop, do'stlarjonlar, mana hozir hamma narsalarni to'la bo'ldik. Ko'rishingiz mumkin. Hamma narsa shu yerda ichida. Ana endi uyga ketamiz. Ozgincha dam olib olamiz va xudo xolisi kechqurun Osakaga, ya'ni Osakani eng mashhur Dotonborisiga boramiz. Chunki eski 2024-yilda tanishgan o'rtog'im kelgan, jigarimiz kelgan. Yaponiyaga 3 kunga, o'shaning uchun aylanish kerak, bosish kerak dedik. O'shanga xudo xolisi ozgincha uyga borib, taxlab, dam olib, keyin yo'lga chiqamiz. Hop, olgan narsalarimizdan ham joylab bo'ldik. Lekin shu videoni haqida bitta g'alati narsa sezmadingizmi? Va g'alati narsa shundayki, hali obed qilganim yo'q. O'shaning uchun keling birga shu narsani to'g'rilaymiz. Marhamat, lunch rubrikasi. Lunch rubrika. Mana deyarli shunaqa lunchimiz. Endi to'g'ri, bu ko'proq zavtrakka o'xshaydi, lekin hozir to'g'risini aytsam, nimadir qilishga kuchi yo'q, to'g'risi. O'shaning uchun oddilikda, soddalikda shu ovqatlanaveramiz. Albatta shu videoni ovqat bilan ko'rayotgan bo'lsangiz, yoqimli ishtaha. Ko'ramiz, bismillah. Tuxum bilan guruch. Hamma guruchni bir xil paytda viligida ham yeyman. Do'stlarjonlar, qadrdonlar, mana sal ko'p soat o'tib qoldi shu oxirgi kadrdan. Mana endi xudoga shukr, keyingi bekatimiz Namba, o'sha birodarimizni kutib olganib ketamiz. O'sha metro, keyin Kyoto stationdan keyin o'sha Osaka stationga boramiz. Osakani stationni ichida bo'lgan metrosiga o'tamiz va o'shandan keyin shu Nambaga o'tiramiz.
Do'stlarjonlar, qadrdonlar, mana Kyoto Stationga keldik. O'sha Kyoto Station. Lekin o'tgan safar bizni 10-9 platformaga o'tgan bo'lsa, bugun sizlar bilan 5-platformaga o'tishimiz kerak. 5-platformada endi local emas, special rapidda ketamiz. Mana 5-platforma. Birinchi Kyoto, Takatsuki и Shin Osaka Stationga borar ekanmiz. O'sha aytib o'tganimdek 5-4-platforma Osaka. Hozir endi boramiz, tushamiz. Keyin ko'ramiz. Как раз odam yo'q-a. Voy joningdan, shu paytda вообще o'chiribdi. Mana. Mana 8 dema. 6:14 da mana special rapid. Mana mashina ketamiz. Do'stlarjonlar, noto'g'ri informatsiya uchun ming bor uzr, 5-platforma emas, 6-platformaga ko'chirishda ayrim bir sabablarga bilmadim nimaga 5-platforma ishlamagan ekan, o'shaning uchun hozir 6-platformaga ketdik. Turganinglarda mana. Voy, hamma odam bu yoqqa o'tib olgan ekan-da. Men hayron qoldim, nimaga unday kam odam deb. Hammasi bu yoqqa o'tib olgan ekan. Mayli. Zato Yaponiyada. Zato muhimi Yaponiyada. Ha, do'stlarjonlar, qadrdonlar, Osaka Stationamiz. Ana endi hozir biz o'sha aytib o'tganimdek Osakani stationning ichida bo'lgan metro layniga o'tamiz. Mana Mido Suji line. Chiqayotganimni nimaga olamadim? Chunki prям biton odam chiqib ketdi. Kamerani jismoniy tarafdan olamadim, to'g'risi. Shuning uchun kechirib qo'yasizlar. Shuning uchun kompensatsiya sifatida mana sizlarga mana bunaqa Osakani ko'rsataman. Osaka Stationni. Mana Subway Mido Sujiga pastga tushishimiz kerak ekan, mana bunaqa. Umeda Station. Mashina Umida degan qizga jo'natamiz. Shuni olamiz-da, mana bu yerda tars qilib o'tamiz. Namba Stationga. Do'stlar, endi keyingi kandir, xudo xolisa, Dotonborinozda bo'ladi. Alleluya, 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 alleluya. Chiqib Yaponiyani ko'rib jinni demasa bo'ldi. Keldik, Xudoga shukr, shotamiz. Namba Stationdan chiqib, Xudoga shukr, Dotonboriga o'tamiz. Birodar bilan ko'rishamiz. O'zi bu birodar bilan 2024-yilda ko'rishganmiz. TEDxCIC'da imенно shu birinchi TEDx'larimdan biri bo'lgan. Hozir shu Koreyani shu nufuzli universitetida o'qiydi birodarimiz. Masjidga keldilar Yaponiyaga 3 kunga. Srazu kelib birodar ko'rishinglar dedilar. Qanaqa qilib endi eski birodarga yo'q deymiz. Har doim do'st 100 yilga bo'lsa, har doim do'stlikda katta maqsad qo'yinglar. Mana shunaqa chet elda ko'rishamiz. Mayli 5 yil ko'rishmaysizlar, 10 yil ko'rishmaysizlar, lekin bir mana shunaqa ikkilovinglar zo'r bo'lganinglarda mana shunaqa chet elda mana shunaqa ko'rishib turish kerak baribir do'stlar. Do'stlar, assalomu Dotonboriga keldik. Birinchi marta 25-yilda kelganimda oddiy bir turistda 3 kun Tokio, 3 kun Kyoto va 3 kun Osaka bo'lganimizda, mana shu Osakada 3 kun o'tkazganimizda masjidda bo'lganimizda polni 24 yetdi masjidda. Aylanmagan joyimiz qolmagan edi. Qani endi hozir shefga telefon qilamiz. Shef? Shef. Shefim keldim mana bu yerda. Kelaverayman o'rtasiga. You came a bit early.
Nima deysiz? Ha, mayli, u farqi yo'q. Bitorri bo'ladi, muhimi keldi mana, davay. Kelaverasiz do'stim. Men narsadamanda shu ana hotelga endi ketyapmiz, hozir check-in qilib olsangiz boraman. Bo'ldi, davay. Yo'masam hotelni menga lokatsiyasini jo'nating, yo'masam hotelingizga kelib turaman. Aha, bo'ldi. Bo'ldi, davay, bro, davay. Xo'p, davay. Mana hozir birodarimiz keldilar, ateldilar. Hozir ujin xonani oldilar. Hozir chiqib narsalarni qo'yib, xudo xolisa pastga tushadilar. Keyin Dotomori bo'yicha aylanishni boshlaymiz. Это что за модель приходит? Это кто такой? Ты кто такой? Ты чё за перфоратор? Nimadir ayting, davay, nimadir ayting blogda. What's up guys? Obunachilarga bu nima? Assalomu alaykum. Ahmadjon obunachilari. Bugun takoy sizlarga Osakani Dotonborini aylantirib kelamiz. Call me Sam. I study in Seoul, Hanya University, Data Science. Nothing impressive. Yeah. Davay, hozir. Yaponiyaga adashib kelib qoldim. Ha, shu ulida ham Yandex ishlamay qoldi, bu yoqqa kelib qoldilar. Da, shunga javob berdim, Yaponiyaga olib borib qo'ydi. Yandex ham qimmat ko'rsatdi padariga. Hamma ayla deb kelaverdim. Noiloj ekanda. Bo'ldi, hozir ozgincha aylanamiz, keyingi kadrda uje sekin, bilmadim, ovqatlanayotgan bo'lamiz, vashi farqi yo'q. Hozir lokatsiya yaxshi topolmaganimiz uchun mana shu endi yerdan olishga majburmiz. O'sha eng ikonik bo'lgan cheesy biscuit. That's right. Sen birinchi marta yeyaptilar, qani, bismillah. Faqat qani, like take a deep bite so that you can pull the cheese. Good one. Really good. Welcome to Japan, brother. Yeah, Japan is cool. I like it already. I didn't like it at first, but now it's different. With right eyes, everything Yeah. is beautiful. Do you have such thing in Korea? Yeah, but this biscuit we don't have it. Oh, No. Like even if you find the halal one, it's never as good as this one. Never. made in Japan. Let's go everybody. Ozgincha aylanganimizdan keyin mana halol ramenga keldik. Hozir qarasam o'sha bizani Koreyada mehmonimiz grif qilaman dedi. Men bilmadim, mayli dedim. Xo'p dedim. Xo'p. Doesn't look grippable. Grippable. I'll try this one. Ramen. Egg nori wagyu ramen. Egg nori wagen. Okay, mana yemasa mashina olaman. Hozir to'lamaysiz? Oxir to'lanadi? Koreyada birinchi to'lanadimi? Da. Really? Yo'q, bizda bunaqa emas. Это Koreno втацу не гашмас. Hi. Spicy with level. Okay. Yon level. То это Koreno втацу. 2つラムネ。はいラムネありがとうございます。 Brazil. I'm Japanese guy. Yeah, you I also. You speak way better than I speak Korean, like at that. You know, 2 months had to. Mana xudoga shukr, ramenimiz ham keldi. It's good? You like it? Very good. You take some noodles, put it on a spoon, and then you do. Now? They mess up maybe? The spicy? No. It's just, I don't know. Now take a little piece of wagyu and combine it with with the neck. Wow, so good. You like it? Yeah, it's so good. Actually, really good ramen. What about the ramen that you usually see in Korea? No, Korean ramen is just like a snack. This is a complete food. Yeah, this is complete full course meal. Do'stlar, biz tez ovqatlanamiz. Keyingi kadrga chiqib ketayotgan bo'lamiz. Aylanayotgan bo'lamiz. Bizga esa yoqimli ishtahab. Sizga ham albatta agar ovqat bilan ko'rayotgan bo'lsangiz. Bon appetit. Xo'p, ovqatlandik. Mehmonimizning qornini to'yg'izdik. Qorin adishi to'ydi. Ramen va shirin. Koreyada ramen yemaganman vashi. Wagyuni eting, wagyuni Wagyu, wagyudan gapiring. it's another level.
It's actually another level. Never tried that kind of oily and tasty meat. It's so Look at the view, brother. it's so delicious. Look at the view, brother. And the view is cool. I'm feeling like I'm like in New York or something. Hayot go'zal. Ana Allohning qudrati bilan ana Yaponiyada ko'rishdik. Yo, ko'rishmadi. Yandex xato qildi o'zi. Yandexda bana qildi. Yandexda, hammasi Yandex. Yandex sayfi bilan ko'rishib qoldik. Vashi. No bir tarafdan yaxshi. Yandex ham Yandex suvdan suzib o'tishni o'rganibdi. vashiligim. Koreyadan olib kelib qo'ydi. 100 mingga olib kelib qo'ydi o'zimizni. Da. Odam rosa gavjin joy, rosa shovqin. Prям odamlar rosa tiqilinch. Bu bo'sh joy yo'q. Yurayotganda ham qiynaladi odam. Voy. Just look at that. Look at that. Just look at that. Odamlar soniga qaranglar. What the hell is this, man? Voy. What the hell is this? Triqosu shansi mo'jiza. Hozir otelga yetib olish kerak endi bir amallab. Bir amallab nimadir qilib yetib olish kerak. Voy. Tirik qolib, oyoqsiz qolib bo'lsa ham yetib olish kerak. Bizani anita onajonlarimiz kuchyapti. Da. Odam ko'p. Assalomu alaykum. Seriously o'tir. Normal o'tiringlar. Xo'p, shu videoning oxirida bo'lgan reflection o'zi boshida bu video o'zi nimaga ertalabdan beri syomkadaman. Ertalab shu o'qishimni ko'rsatdim, universitetimni ko'rsatdim. Ertalabdan aytdimki, shu kechqurun aylangani chiqamiz deb, shu siz kelishingizga. Xo'p, bu video qanaqa video bo'ldi o'zi bu? Boshida o'zimni universitetimda bitta hayotim bilan bo'lishdim. Orasida endi baribir ozgincha shu uyimni ko'rsatdim, shu uyimda bo'lgan ro'zg'orlar, shu uyimda oddiy bo'lgan household chores. O'sha kechasi baribir bu faqat zerikarli hayot bo'lib qolmasin deb shu Koreyadan do'stimni chaqirdim. Men ham yo'q demasdan keldim shartta. Yandexga rahmat. Yandexga rahmat. Shundan so'ng tagida olib qo'ydi. Zo'r ekan o'sha. Hattoki o'zi Dotonborini 25-yildan beri bilaman. O'sha boshida birinchi kelganimda shu zo'r joy yoqqan, endi do'stimizga ham shu Osakani zo'r joyini ko'rsatdik dedik. O'zi Mashhad ham Dotonborini o'zida joylashgan. Videoning oxirida qanaqadir reflection bilan tugatish kerak endi. Nima qanaqa reflection beramiz? Hech qachon faqat never give up deb tashlamas. Yo'q. Do'stlik aloqalarni uzmanglar hech kim bilan. Har doim podдержка qilib turinglar-da. To'g'ri. Va kerak bo'lganda mana shunaqa bir-biringlar bilan boshqa davlatlarda ko'rishadigan darajada, hatto misol uchun boshqa shahar, bitta davlatdan boshqa davlat kelib, boshqa shahardan boshqa shaharga keladigan o'sha o'rtoqlar bo'lsin-da. Yandexda. Adashib kelib qolsanglar ham. Do'stlik aloqalari rosa muhim hayotda, butun hayotingizda yordam beradi. O'zingizga foyda faqat. To'g'ri. O'zimga bitta boshqa reflection keldi. Mana men ko'proq Yaponiyani haqida gapiraman. Bu do'stimiz Sarvarbek, ular ko'proq Koreyani haqida gapirishlari mumkin. Boshqa bo'lgan nufuzli universitetlarda chet elda o'qiyotgan odamlar o'zini shaharni haqida gapirishi mumkin. Hamma odam o'ziga yoqqan joyini gapiradi. Lekin men o'ylashim bo'yicha Yaponiya bo'ladimi, Koreya bo'ladimi, Bangladesh bo'lmaydimi? O'zingizni qaysi joyda kelajakni ko'rayotgan bo'lsangiz, o'zingizni shaxsiy o'sishingizni, shaxsiy rivojlanishni qaysi shaharda ko'rayotgan bo'lsangiz, men o'ylashim bo'yicha o'sha shaharga aynan borishingiz kerak. To'g'ri, bir xil paytlarda o'rtoqlaringiz yoki boshqa odamlar qarshilik qilib qolishi mumkin, lekin bir tarafdan
o'ylab qaraydigan bo'lsangiz, agar siz shu narsani xohlayapsizmi va albatta Allohdan shu narsani so'rayotgan bo'lsangiz, shunchaki da'vat qilish kerak, gazli bo'lish kerak. Sababini qilish kerak. Sababini qilish kerak. Nima? Ota-onadan duo so'rab turib, ota-onadan albatta ularning roziligini, ustozlardan bo'lgan albatta roziligini. Shunchaki o'qishdan tashqari ozgincha dam olib turish kerak. Har doim ham 24/7 kitoblarga, kompyuterlarga qarash kerak emas. Video yoqqan bo'lsa, albatta nima qilish kerak? Подписка, лайк, Поделиться. kommentariy. Ana. Nima qilmoqchi bo'lsanglar hammasini Nima qilsanglar qilsanglar hammasini qiling. Agar kanalimda yo'q bo'lsanglar, o'sha Again Japan Telegram kanalida, afsuski bu birodarimizda kanal yo'q, ochadigan bo'lsangiz bemalol PR qilib kelardim. O'shanga ko'rganingiz uchun rahmat, vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Xudo xolisa keyingi videogacha.